Phileas Fogg, siz mening jiyanimga uylanmoqchimisiz? Ha, Lord Mace. Unda 80 kun ichida dunyoni aylanib chiqasiz. Buning iloji yo'q. Aylanib chiqamiz. 1000 funtga ma ulgurmaysiz. Kelishdik. Jon kuydirmasang olqishlar qayda? Bilingdagi uylanmasang baxt kunlar qayda? Fix bu yoqqa kel. Xizmatingizga tayyorman, Lord Mace. Foggning 80 kunda aylanib chiqishiga xalaqit qil. Men garovda yutishim shart. Ammo bu yo'lda ulkan sinov bor. Dunyoni 80 kunda aylanmoq kerak. Phileas, ehtiyot bo'l. Amaki mana bu Fixni senga xalaqit bersin deb jo'natyapti. Xavotir olmang. Men Mr. Fogni sherigiman. Har qanday Fixni dog'da qoldirib ketaman. Raqiblar ham yo'q emas. Makkor Fix bizga yov, lekin Paspartu bor ekan, bo'lolmas u aslo g'ov. Dunyo bo'ylab 80 kun. Xo'sh, Paspartu, endi New Delhiga ketadigan poyezdga o'tiradigan vaqt bo'ldi. Janob, men narsalarni deyarli yig'ib bo'ldim. Bizga yana biror narsa kerak bo'ladimi? Bizga ikkita kattalashtirib ko'rsatadigan shisha, keyin ikkita qamish novdasi, arqon va yelim kerak bo'ladi. Ikkita kattalashtirib ko'rsatadigan shisha, ikkita qamish novdasi, arqon va yelim. Janob, bizga bu narsalarning nima keragi bor? Ha, mayli. Hozir hammasini olib kelaman. Keyin jo'nab ketamiz. Endi safarimiz tinch o'tsa kerak, chunki janob Fix haligacha Isfahonda. Shuning uchun ham u bizga xalal bera olmaydi. Janob Fix, ular sizni hali ham Isfahonda deb o'ylashyapti. Ular yanglishyapti, janob Fix. Men shu yerdaman. Ular o'tadigan o'sha temir yo'lda turibman. Rejangiz bormi, janob Fix? Rejam bormi? Rejam bormi? Ular hech qachon New Delhiga yetib borisha olmaydi. Shoshmay tursin, hali ko'rsatib qo'yaman o'sha Fogg deganlariga. Hindiston juda ajoyib davlatlardan birida. U hashamat va sir-sanoatga to'la. Ha, Londonga yetib borishimizga hali ancha bor. Taxminan 6000 kilometr masofa bor. Ana u yerda nima bo'lyapti ekan? Hoziroq bas qilinglar. Bu qanday yovuzlik? Bu jonivor sizlarga nima yomonlik qildi? Lekin sohib, uning laqabi Kioni, Hindistondagi eng tentak fil. Hamma narsaga urilib ketaveradi. To'g'ri yurishni ham bilmaydi. Foydasi ham tegmaydi. Baribir bunday munosabat odobdan emas. Keyin menimcha u hech ham tentak emas. Qarang janob Fogg, u hatto qo'limni ham sezmayapti. Menimcha ko'zi tufayli bo'lsa kerak. Bejoraning ko'rish qobiliyati yaxshi bo'lmasa kerak. Undan ham yomoni ekan. Ko'ra olmaydigan fildan foyda bor ekanmi? Befoyda, tentak, jonivor. Paspartu, bu filga yordam berishimiz kerak. Lekin janob, biz shoshib turibmiz-ku. Poyezdga kech qolyapmiz. Bizni o'zimizga yordam kerak, janob. Sen tabiatni asrasang, u ham seni asraydi. Shuni unutma. Tumshug'idan narini ko'ra olmaydigan filga qanday qilib yordam berish mumkin ekan, janob? Uzoqni ko'ra olmaydigan odamlarga yordam bergandek, unga ko'zoynak yasab beramiz. Ko'zoynak? Ko'zoynak deysizmi, janob Fogg? Fil uchun, ha? Sumkani och, Paspartu. Albatta, kattalashtirib ko'rsatadigan shishalarimiz bor. Ikkita novdani birlashtiramiz. Keyin oldin bir tomonini, keyin ikkinchi tomonini yelimlaymiz. Marhamat, filni ko'zoynaga tayyor bo'ldi. Nima deysan, a? Qoyil qoldim, janob. Qani Kioni, ke bir taqib ko'rchi. Mana shunday. Xo'sh qarang. Juda yaxshi, lop-loyiq keldi. Paspartu, endi poyezdga chiqishga shoshilishimiz zarur.
qarang, janob. Tushir deyapman meni. Seni voy, sotib yuboraman seni. Juda yaxshi Kioni. Lekin biz poyezdga juda shoshyapmiz. Alvido Kioni. Janob, menimcha bizni kimdir kuzatib kelyapti. Buni qara. Kioni ekan-ku. Yo'q Kioni. Uyingga bor. Bora qol. Juda yaxshi. Paspartu sayohatimiz juda ko'ngilli o'tadi. Hali juda ko'p yangi joylarni ko'ramiz. Ha, janob, ana bu yoqqa bir qarang. Juda ham o'jar fil ekan. Lekin sayohatimizga filni birga olib keta olmaymiz-da. Yo'q Kioni, yo'q. Uyingga bor. Uyingga. Alvido Kioni, alvido. Ajoyib, janob Fix. Fikringizga qo'shilaman, janob Fix. Poyezd moy surtilgan relsdan yura olmaydi. Pastga qaytib sirg'anib tushadi, janob Fix. Relslarni ta'mirlash uchun bir necha kun vaqt o'tadi. Keyin Fok Dayliga jo'naydigan poyezdga o'tira olmaydi. Fok hali meni sovunimga kir yuvmabdi. Ana bo'ldi, janob Fix. Ishni ham rosa do'ndirdik. Juda sirpanchiq ekanmi? La'nati! Ha, jinursin. Ana o'zlari ham kelishyapti. Ko'ramiz, janob Fix. Yo'lning bu qismi ma'qul bo'larmikin? Qiziq. Menimcha bir joyda turibmiz. Yo'q, yo'q. Dvigatellar ishlayapti, janob. Yaxshilab quloq soling. Lekin harakatlanmayapmiz. Borib mashinist bilan gaplashib ko'raychi. Bilmayman, sir. Hech ham oldinga siljay olmayapmiz. Menimcha relslarga moy surib qo'yishgan. Ular orqaga yurib ketishyapti. Orqaga. Qanday ajoyib. Hayır. Bu Fixning ishi, Fixning ishi. Endi nima qilamiz, janob Fok? Boshqa poyezdga o'tirishga ulgurmaydigan bo'ldik. Endi nima qilamiz? Buni qarang, axir bu Kionining ovozi-ku. Ya, jinursin, filku. Jonivor, hali mendan ko'radiganingni ko'rasan. Hamma rejamni puchga chiqarding. Kioniga yordam berganimizdan xursandmisan endi? Esingdan chiqmasin. Sen tabiatni asrasang, u ham seni asraydi. Nega qo'l qovushtirib o'tiribsan? Biron ish qil endi. Bitta rejam bor. To'g'ridagi manzarani ko'ryapsizmi? Ha, mana shu tepalikda vagonlar parovozdan ajrab ketsa nima bo'ladi? Parovozsiz esa vagonlar pastga qaytib tushib ketadi. Parovozsiz vagonlar pastga tushib ketadi deysanmi? Tezroq ajrat bo'lmasam ularni.
Janob Fok, menimcha biz yana to'xtab qoldik. Ha, menimcha sen haqsan. Ey Xudo, biz parovozdan ajrab qolibmiz. Bu fiks ishi. Ha. Orqaga. Hammasi tugadi janob. Endi biz bu yerdan keta olmaymiz. Hali imkoniyatimiz bor. Ana u yoqqa qara. Ey Xudo, biz to'xta olmaymiz. Mahkamroq ushlanglar. Nega biz Changalzor bo'ylab ketyapmiz? Temir yo'l bo'ylab emas. Ha, janob. Kioni bu yerlarni yaxshi biladi. Rahmat senga. La'nat fil. Hozir Fok eski gapini qaytarayotgan bo'lsa kerak. Ko'rdingmi paspartu? Sen tabiatni asrasang, u ham seni asraydi deb. Hech qisi yo'q. Bu yog'iga fil yordam bera olmaydi. Menda yangi reja bor. Navbatdagi to'xtash joyida tushib, Fokka shunaqa tomosha ko'rsatamanki, hali bunaqasini ko'rmagan u. Hamma yoqni yaxshilab qarab chiqdim va ishonch bilan ayta olamanki, poyezdimizda hech qanday fiks yo'q. Juda yaxshi paspartu. Endi o'zimizni bo'sh qo'yib sayohatdan bahra olishimiz mumkin, janob Fok. Endi hech narsadan xavotir olmasak ham bo'ladi. Bu fiksning ishi. Bu safar uddasidan chiqibdi. Endi bu yerdan keta olmaymiz, janob. Nima qilamiz endi? Ko'prikni tuzatib bo'lmaydimi? Yo'q, janob, buni hech ham iloji yo'q. Uni tuzatish uchun juda ko'p kuchli erkaklardan kerak bo'ladi. Quruvchilar brigadasini olib kelish uchun kamida bir hafta vaqt kerak bo'ladi. Bir hafta? Biz bir hafta kuta olmaymiz. Fok Blinda Besga uylanish uchun biz 80 kunda dunyoni aylanib chiqishimiz kerak. Bir hafta? Yo'q, juda ko'p-ku. Shoshmanglar. Baqir-chaqirdan foyda yo'q. Balki ko'prikni tiklashga yordam beradigan odamlar shu atrofda ham topilar. Nima deysizlar? Yordam berasizmi? Yordamchilar topilarmikin? Albatta topiladi. Qani, ketdik paspartu. Yaxshi ish bo'lardi. Yaxshilab qidiringlar.
Ko'proq odam topinglar. Ana ahmoqlarni gapiriga qarang, janob Fiks. Fok changalzor o'rtasidan odam topib keladi deb o'ylayapti ular. Fok biron yordam topa olishiga qandaydir umid bormi? Umid bormi? Umid bormi? Agar Fok ko'prikni tuzatish uchun bironta odam topgudek bo'lsa, men shlyapamni yeyishga so'z beraman, janob Fiks. Rostdan ham shu yerdan yordam topaman deb o'ylayapsizmi, janob? Ha, agar meni taxminlarim to'g'ri chiqsa, mana u Udipur tosh shahri. Buni qarang, u xuddi ertaklardagi shaharga o'xshar ekan. Bu saroy va binolar oq va pushti rang marmardan yasalgan. Hind shahzodalari va malikalari yozni mana shu yerda o'tkazishgan. Udipurda doim bayram bo'ladi. Bu yerdagi odamlarning hammasi baxtli. Ertayu kech tinmasdan raqsga tushib kuylashadi. Qayiqda ketayotgan odam sira baxtliga o'xshamaydi. Ha, men ham payqadim. Biron yomon narsa yeb qo'ygandir-da. Mana yetib ham keldik. Endi ko'prikni ta'mirlash uchun odam topishimiz zarur. Kechirasiz, janob, ayta olmaysizmi? Kechirasiz, janob, biz Kechirasiz, janob. Haligi buni qarang. Bizga hech kim e'tibor bermayapti. Indamay oldimizdan o'tib ketishyapti. Hamma nimadandir xafa. Udipurni bunday tasavvur qilmagandim. Nimadir bo'lganga o'xshaydi. Lekin nima bo'lgan bo'lishi mumkin, janob? Shoshmang, yigitcha. Bu yerda nima bo'lyapti? Nega hamma xafa? Nega savolimizga javob berishmayapti? Odamlar xafaligining sababi bu yil roja oltin tarqatmaydigan bo'pti. Qanaqa oltin? Har yili roja o'z odamlariga oltin tanga ulashadi, lekin bu yil o'sha marosim bekor qilindi. Shuning uchun odamlar xafa, ko'ngillariga hech nima sig'mayapti. Lekin sababi nima? Nega bu yil oltin tanga tarqatmayapti? Bunisini bilmayman, sohib. U holda biz rojaning oldiga borib bu gapni aniqlashtiramiz. Shuning uchun ham bizga odamlaringiz kerak. Lekin ular biz bilan gaplashishni istashmayapti. Bilaman. Ular juda ham xafa. Oltindan boshqa narsani o'ylashmayapti. Nega bu yil oltin tarqatmayapsiz, janob? Bu juda ham achinarli voqea. Odatimizga ko'ra mening tug'ilgan kunimda meni tortib ko'rishadi. Bitta pallaga men, bittasiga oltin tanga solishadi. Pallalar teng bo'lganda esa bu oltin tangalarning bari odamlarga tarqatiladi. Uni fil tarqatadi. Bu juda ham chiroyli marosim. Fil chiroyli shoyi matolar va qimmatbaho toshlar bilan bezatiladi. Uning ustida esa men o'tiraman. Fil odamlar orasidan ohista yurib boradi, tangalarni xartumi bilan olib, uni odamlar tomonga uloqtiradi. Bu juda ham quvonchli marosim. Hamma shod va xurram bo'ladi shunda. Lekin bu yil nima bo'ldi? Nega oltin tanga tarqatilmayapti? Saroy fili kutilmaganda kasal bo'lib o'lib qoldi. Hammamiz qattiq qayg'uga tushdik. Fil bo'lmagandan keyin oltin ham tarqatilmaydi-da. Qadimgi urf odatimiz shunaqa. Nega boshqa filni sotib ola qolmaysizlar? Nimasini aytasiz? Urinib ko'rdik. Lekin hech bir fil saroy filini o'rnini bosa olmadi. Fillar yetarli darajada katta emas ekanmi, a? Yo'q, gap unda emas. Katta fillar yetarli. Demak, kuchli, yetarli darajada baquvvat emas ekanda. Yo'q. Kuchli fillar ham yo'q emas. Unda gap nimada? Aqlda. Mana bu oxirgi saroy filning rasmiga bir qarang. Bunaqa aqlli filni hech ko'rganmisiz? Ha, Roja, menimcha biz ko'rganmiz. Janob, siz haligi... Ha, Kiyoni. Lekin uni qayoqdan topamiz, janob? Yo tavba, fil ham ko'zoynak taqarkanmi? Bu men ko'rgan fillarning eng aqllisi bo'lsa kerak-a? Bu fil aynan biz bop ekan. Meni odamlarim ko'prikni tuzatishda sizga yordam berishadi.
Kioni! Kioniga shon sharaflar bo'lsin. Yashasin Kioni! Janob, Kionini odamlar olqishlayotganini eshityapsizmi? Ha, eshityapman Paspartu. Endi hammasi joyida bo'ladi. Ular ham xursand. Ular topishdi. Ha, ko'prikni tuzatib berishadi. Yoqimli ishtaha, janob Fiks. Tuz sepib beraymi? Katta rahmat, janob Fiks. Ha, janob, siz aytgan haqiqatni Kioni yana bir bor eslatib qo'ydi. Sen tabiatni asrasang, u ham seni asraydi. To'g'rimi? Barakalla Paspartu. Ssenariy muallifi Chase Stone, bastakor Jon Sandstone, rejissyor Leif Grant, prodyuser Walter Jack Hacker. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Around the world in 80 days, so Bob may marry Linda Mays. Around the world with